أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki dersimizde ihtilaf el-mufassirin ve asbabuhu temideki kitabımızın 3. mezmunu hakkında to'xtalgandik. Ve mufassirlarninki tafsir hakkında ixtilof qilishninki sababini oldingi darsimizda degandek 9ga bo'lib, biz ilgirki darsda birinchi sabab, ikkinchi sabab, uchinchi sababni o'tirib qo'ygan. Endi bugungi darsimizda shu 9 sababning ichidan 4-sababdan tortib oxirigacha davomlashtiramiz inshaalloh. Avtor 4-sababni bundoq deb bayon qildi. Rabi'an wa min asbab al-ikhtilaf ihtimal al-itlaq wa at-taqyid fi al-aya. Hammalarga ma'lum arab tili ifodalash mo'lliq bilan ma'ruf til. Shu ifodalash shakllarining birisida arab tilida ifodalash uslublarining birisi mutlaq va muqayyad deydigan bir uslublar bor. Ya'ni ba'zi so'zlarni mutlaq ishlatadi va maqsadmu ham mutlaq shaklda iroda qilinadi. Ba'zi so'zlar mutlaq ishlatilib ma'lum bir dalillar bilan qanaqildi, qaytildi. Andan keyin tilning taqozosi bo'lgandan keyin ham Qur'oni Karimda o'zining ba'zi muddaolarini ifodalashda shu mutlaq iboralarni ishlatib, mutlaq ma'no iroda qiladigan, mutlaq iboralar ishlatib, muqayyad ma'no iroda qilinadigan ba'zi bir ahvollar bo'lg'achqa, bu ahvollarni tushunishdagi mufassirlarning o'xshamasligiga qarab, bir mufassir mutlaq shaklda kelgan oyatdan mutlaq ma'no olsa, yana bir mufassir mutlaq shaklda kelgan oyatdan muqayyad shaklda, ya'ni boshqa dalillar bilan uni qaytlab ma'no oladigan bundoq bir ahvollar bo'lganligi tufayli mufassirlarningki oxirida yakunlagan xulosasi natijasida ancha-muncha farqlar chiqadi. Bu dal mufassirlarningki tafsirining muxtalifini xilma-xil shaklda chiqib qolishining sabablaridan birisi. Ya'ni min asbab al-ikhtilof ihtimal al-itlaq va at-taqyid fil aya. Yani oyatdagi mutlaq muqayyadga ehtimol kelish masalasi dal ixtilof qilishning sabablaridan birisi. Mutlaq degan nima desa, ma'lum bir xarakteriga qeydsiz dalolat qilgan. Masalan, bir o'quvchi desak, bu bir o'quvchi Ahmadga to'g'ri keladi, Mehmetga to'g'ri keladi, Samatga to'g'ri keladi. O'quvchiligi bo'lgan har bir shaxsga to'g'ri keladi, muayyan ma'lum bir doiraga uni belgilamasdan, bog'lamasdan. Muqayyad degan nima desa, val muqayyad huwa ma dalla ala al-mahiyya bi qayd. Masalan, Uyg'ur o'quvchi desa, ma'lum doirada o'quvchininki doirasi xoslashidir, ya'ni ma'lum bir doiraga bog'lanadi. Yani Uyg'ur degan, lekin ma'lum bir yurtlarni tutib turib, palani yurtliq desa, shu yurtga bog'lanadi. Yoki a'lochi desa, o'quvchilardan a'lochiga bog'lanadi. Yoki ismini tutib desa, ismiga bog'langan. Ish qilib, ma'lum umumiylik, cheklimisiz doirasiz bir uqumni ma'lum doiraga bog'lashning o'zi nima hisoblanadi? Muqayyad hisoblangan ism uqum muqayyad hisoblanadi. Xuddi Alloh taolaninki so'zdagi avdaman masfuhan degan so'zdagi dam degan iborani masfuh bilan qayd qilganga o'xshash. Agar Alloh mush oyatda Alloh damni harom qildi deb damni mutlaq shaklda keltirgan bo'lsa, bu oyatdan chiqadigan mazmun qonning har qanday harom bo'lib, agar biz pishib yegan go'shtlarning ichida tumurlarning orasida qilib qolgan ozroq qonlarning hammani chiqarib yeyish to'g'ri bo'ladi. Lekin bu bir haraj. Allah shunga o'xshagan oyatda qayd shaklda daman masfuhan, ya'ni bo'g'izlagan vaqtda oqqan qon harom, ammo go'shtning oraliqida tumurlarda qilib qolgan qonlar u haromlik tahtiga kirmaydi. Mana bu qaydning oyatning ma'nosiga ko'rsatgan ta'siri. Va minal ma'lumki mutlaqni muqayyadga qaritish, opirish, hamla qilish shu qaydlashni taqozo qiladigan dalil topilgan vaqtda vojib. Bu hammalarga aniq masala. Endi salafning o'tiridagi ixtilof mushu dalilni tushudiki, zodi qaydlaydigan dalilmi emasmi? Mushu dalil tufayli qaydlash kerakmi emasmi? Ma masala. Bir bilik ulamolar uni qayd deb qaraydi, fatarahu ta'ifa degani qayd deb qaraydi. Shuning bilan mutlaqni muqayyadga hamla qilib qaydlab oyatning mazmun chiqaradi. Wala tarahu ukhroki yana bir bilik ulamolar uni qayd deb qaramaydi, dalil deb hisoblamaydi. Shuning bilan mutlaqni mutlaq bo'yicha qo'yib qo'yadi, qoldiradi. Vel muqayyad ala taqidiki muqayyad oyatlarni muqayyad bo'yicha qoldirib, shu bo'yicha ma'no oladi. Dal mushyadan tafsiridagi o'xshamaslik yuz beradi.
Bunun misallardan birisi kafaratlardaki qul ozod qilish masalasida. Bu masala xatoan odam o'ltirishning kafaratida raqaba mu'mina deb muqayyad holatda kelgan. Masalan, "Va man qatala mu'minan xatoan fatahriru raqabatin mu'mina." Qanday odam mu'mindan birini xatoan o'ltirib salsa, ya'ni o'ltagisi yo'q, sahvanlik yuzini o'ltirib qoldi. Başnasını attığımda etip kaldı, ok bir adamga tegib kaldı, bir narsani cho'rib soldi, birovga tegib kaldı, bu xatoan hisoblanadi. Buning kafarati fatahriru raqabatin mu'minatin. Qul ozod qilsin deb bo'lib, qulning oxirisida mu'mina deydigan bir danning bor qaytwa. Ularning ma'noqtidan bu yerda biz ozod qilmoqchi bo'lgan qul mu'min bo'lish shart etildi. Ma qayd hisoblanadi. Ama zahar talaqning kafaratida ma raqaba mutlaq shaklda kelganlik. Ya'ni vallazina yuzahiruna min nisaihim, ayollarni zahar shaklda talaq qilgan, anasiga o'xshatib turib talaq qilgan bunda shakldagi talaqlar bo'lib qolsa, summa yauduna lima qalu, ma talaq odatdagi talaqning ig'ir masala bo'lib qolg'achqa alohida muomala qilinib, bunda talaqda odatdagi talaqqa o'xshashlar yeni vaqtlanmaydi. Agar yeni olmoqchi bo'lsa, summa yauduna lima qalu, yeni olmoqchi bo'lsa, fatahriru raqaba min qabla yatamasa. Men o'rinda fatahriru raqaba dedi. Bayatınki xatoan odam o'ltirishda raqabatin mu'mina dedi. Bir oyatda mutlaq shaklda keldi, bir oyatda muqayyad shaklda keldi. Muqayyad shaklda kelganda masala yo'q. Buni hammasi bil ittifoq muqayyad shaklda kelgandiki muqayyad ma'noladi. Ammo masala mayada. Kafarat masalasiga qul ozod qilish masalasi o'xshash bir tiyim bo'lg'achqa, ba'zi ulamolar mushu tarafini asos qilib turib, yo'q, Alloh bir yerda mu'min qul deb qo'ygandan keyin qolgan yerda mu'min qul demasimi? Allah'ın iradesi qul ozod qilishda mu'min qulning gibi ekan, boshqa o'rinlarda qul deb qo'ysimi, bu deyurdi. Xuddi bu ijtimoiy bizning paranglarimizni misol olsak, men bir yerda mandariq bir narsaga yoki masalan olma desak, men qizil olmaga amroq odatga boshqa olma yemayman deb bir qitim qizildan ta'kidlab qo'ydim, qaytlab qo'ydim. Ikkinchi qitim olmadan birini og'achga yoki olmadan birini elib o'tinga desam, tabiiylan men burun qizil degan bo'lg'achqa mening tabiatim qizil yaxshi ko'radiganligini ifodalaydi. Ikkinchi qitim qizil demasammi, bu olma degan mutlaq so'z qizilga hisob, ya'ni qizildan qaytildi deb tushunganimizdek, ma'birbilik ulamolar Alloh bir o'rinda mu'min qul degandan keyin qul ozod qilish bobiga kelgan vaqtda Allohning xohlaydigani qaysi ekan? Mu'min qul ekan. Unda o'ganda mu'min demagan o'rinlarning hammasi mu'minga hisob, ya'ni ma o'rindagi mutlaqlar muqayyadlanadi deb manda qilganlar bor. Undan boshqa mushu oyat qasamning kafaratida ham mutlaq shaklda kelganki, la yu'akhidhukumullohu billaghi fi aymanikum. Qasamlarning o'zaro paranglarning vallahi deydigan arab davlatlarida yomon ko'p qo'llanilgan bir iboralar bor. Bir ishqa rostlikni ifodalamoqchi bo'lsam vallahi deb tushirgan gapchu. Mandaq lag'vi behuda raslam qalbidan qasam qildim deb turib demagan shakldagi mandaq so'zlar bilan Alloh sizlarni savol so'roqqa tortmaydi. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu. Amma qalbinglardan keskin qasamni niyat qilib turib qilgan qasaminglar bilan Alloh so'raydi. Shunda qasamlarni buzib solgan vaqtinglarda fakaffaratuhu, buning kafarati it'am asharatu masakin. It'am asharatu masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. 3 oyatda qul ozod qilish masalasi bor. Birinchi oyatda muqayyad shaklda kelganlik. Keyindagi 2 oyatda mutlaq shaklda kelganlik. Dedik-ku, bayatning bir bilik ulamolar Alloh qul ozod qilish masalasida bir o'rinda mu'min qul deganligi, qul ozod qilish masalasida mu'minning qul bo'lishini iroda qilganlik bo'ladi. Qolgan o'rinlarda garchi mu'min qul demasimi, qul degandan keyin biz osh o'rinning qarinisi bilan makinki o'rinlarda mu'min qul ozod qilamiz. Ya'ni makinki mutlaq oyatlardagi mutlaq ibora qaydga hamla qildi, muqayyadga hamla qildi, ya'ni qaydlanadi deb manda tushundi. Ya'ni farraqaba zaharning kafaratidagi, yaminning kafaratidagi raqaba qul mutlaq shaklda kelganlik bo'lib, mu'min kofirni o'z ichiga oladi. Mu'min qil ozod qilsaqmi, agar mutlaq shaklda olsak, mu'minni ozod qilsaqmi bo'ladi, kofir ozod qilsaqmi bo'ladi. Ammo xatoan odam o'ltirishdagi kafaratda iymon bilan qaytilganlik. Shunga ulamo ikkiga bo'linadi. Bir bilik ulamolar deydi, keyindagi mutlaq oyatlar muqayyadga hamla qilinadi. Unda o'ganda hammasidagi maqsad mu'min qul bo'ladi, mu'min qul bo'ladi. Zahar yaminning kafaratidami kofir qul ozod qilish kifoya qilmaydi deydi Mavloning nazarida. Balki mu'min qul ozod qilish kerak, xuddi xatoan odam o'ltirishning kafaratidagi manda qayd qiladi. Ammo yana bir bilik ulamolar yo'q, mutlaq muqayyadga dalil bilan hamla qilinadi, qaratiladi.
Halbuki mavrunda delil yok. Üç urunda raqaba keldi, bir urunda mu'mine keldi, iki urunda mutlaq keldi. Allah hakim zat her bir sözü hikmetlik. Bihude söz qilmaydi, bihude ham tashlab qo'ymaydi. Muqayyat keltirgandan bir hikmet va mutlaq keltirgandan bir hikmet va. Anda bo'lgandan keyin qaytlaydiganga dalil olmag'achqa mutlaq qilsab, muqayyat qilsab, xatan odam o'ldirishning badalida, kafaratida cho'qim mu'min azod qilish kerak Allah degandek qaytlab keltirgandek, Zahra bilan Yaminninki kafaratida qanday qul bo'lsa bo'laverdi, Allah uni mutlaq qo'ygandek deb manda tushunir. Ya'ni fayabqal mutlaq o'zining mutlaqlik bilan qolib qoladi. Unda olganda Zahra bilan Yaminning kafaratida kafir qul azod qilinadi. Deganga o'xshagan yuqorida olgandek misollar diki oyatlardagi mutlaq muqayyatlik masala mufassir ulamolarningki shu mutlaq muqayyat masalani mutlaq shaklda olamizmi yoki mutlaqni muqayyatlaymizmi degan haqidagi ixtilofot tufaylidan bu oyatlarni qilgan tafsirlarda ancha-muncha farq chiqadi. Tafsirlarda o'xshamaslik. Mana bu mufassirlarningki o'xshamasligining tafsirininki xilma-xilo qilishining 4-sababi. 5-si, 9 sababning 5-si min asbabil ixtilof al-umum vel xusus. Yani ixtilofning sabablaridan birisi oyatlardagi am xoslik. Yani bu mu arab tilining alohida uslublarining birisi. So'zlar am shaklda keltiriladi. Bundan ba'zi xos iroda qilinadi. Ba'zi xos iroda qilinmasa boshqa dalillar bilan xoslanadi. Dil musha kelgan vaqtida mufassirlar ma oyat am shaklda kelgan xas irada qiliniqlikmi yo am irada qiliniqlikmi bu bir masala. Ma oyat am shaklda keldi. Buni xaslaydigan dalil bormi, yo'qmi bu bir masala. Ulamolar dal mush masalada bayatangidek al-am muradu minhum xusus. Ya'ni am xas irada qilinadi degan babda bir biliklar xas irada qilinadi, bir biliklar xas irada qilinadi. Am. Ikkinchisida am. Ammo ma dalillarni xaslanadi degan yerda ulamolar ma dalil xaslayoladigan dalil va ma dalil xaslayamaydigan dalil. Yani xaslıq uchun muxassis dalilni dalil deb qaramaslikmish. Ikki tarafda o'xshamaydigan fikrga kelganning natijasida am va xas iboratlardagi o'xshamaslik, tafsirdagi o'xshamaslik, oxirida hukmni chiqargan o'xshamaslik maydonga kelib chiqadi. Masalan, buning misoli misol so'zlashdan ilgari am degan nima desa, am degan shuni bir so'zga huvalladul vahid ad-dal ala musammayayn, yani ikki ma'noni ifodalaydi yoki fa aksar ikki ortiq ma'noni ifodalaydi. Bir vaqtda masalan musulmonlar desa, musulmonlar al-muslimun degan iboratning tahtiga 1 2 3 4 5 eng azi 3 ta yoki birdan ortiq musulmonlarning hammani muslimun. Rijal birdan ortiq kishining hammasini rijal, tullab birdan ortiq o'quvchilarning hammasi tullab. Am degan ma'noni asaslar. Mesela bunun misali was-sariq was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. As-sariq was-sariqatudagi alif lamning vasfı bilan bu yerdagi o'g'ri, dunyodagi o'g'rilarning hammasi kirib ketadi buning ichiga. As-sariq o'g'rilar va sariqati ayol bo'lib qolsin. Endi mushurindagi sariq degan lafzi, sariqa degan lafzi am bo'lib o'g'rilik qilgan, ayol olsin o'g'rilik qilgan har qanday shaxslarning hammini muayyan songa to'xtatib olmasdan, xos qilib olmasdan butun o'g'rilar kiradi. Boy o'g'ri, kambag'al o'g'ri, amaldor o'g'ri, puxra o'g'ri hammasi kiradi. Turlar ayrilmasdan. Dal mushada am xoslik masalasida mufassirlarning o'tirida amni am tushunish, xosni xos tushunish masalasida o'xshamaslik chiqadi. Dal shu o'xshamaslikning natijasida tafsirda o'xshamaslik chiqadi. Ana musha kelgan vaqtda o'quvchilarimiz oldingi darsda o'tgan lafzi mushtarak deydigan bir gapni deb o'tdik. Lafzi mushtarak degan bir so'zning ikki dan ortiq ma'no chiqishi dedik. Am deganda bir so'zning ikki dan ortiq ma'no chiqishi dedik. Bu qanday farq bor desa, lafzi mushtarak o'xshamagan ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, ayn desak, ayn degan so'z ko'zni ifodalaydi, buloqni ifodalaydi va boshqa ba'zi ma'nolarda tiz, odamning tizini ifodalaydi, quyoshni ifodalab qo'yadi. Am deganimiz o'xshash uqumdan bir necha o'ziga oladi, tullab zibtun o'quvchilar. As-sariq zibtun o'g'rilar. Bu bir farqi. Yana bir farqi lafzi mushtarakda ko'p ma'noni o'z ichiga olgan bilan, lekin bir jumlada ifodalanishda cho'qim shu ma'nolarning birini qo'llanamiz. Masalan, ayn degan bir so'z qo'llanilgan bir jumla gap qolsa, mushu jumlada aynning ya ko'z ma'nosi iroda, ya jasus ma'nosi iroda, ya buloq degan ma'nosi iroda va yoki birisi ma iroda qilinsa, a iroda qilinmaydi, a maqsad qilinsa, ma maqsad qilinmaydi. Ammo amdu desa
2 murodi qilg'ili bo'ladi, 3 murodi qilsan tullab desa, o'yga 2 o'quvchi kelgan bo'lsa, buni tullab desak bo'ladi. 3 o'quvchi kelsin tullab desak bo'ladi. 10 o'quvchi kelsin tullab desak bo'ladi. Birla vaqtda butun ma'nolarning hammani teng iroda qilg'ili bo'ladi. O'tidagi farq shu. Shu o'quvchilarning kallasida boshqa vahmi gap qolmaslik uchun olib turib, hozirgi abzasda am bilan lafzi ishtirokninki, ya'ni ko'p ma'nolik so'zninki o'tidagi farqni oydinlashtirib el-farqu beynel umum ve ishtirakil lafzi. Yani am bilan lafzi jihatdagi o'rtoqlikning o'tirdagi farq mushtarak deganimiz bir so'z. 2-2dan ko'p ma'no ifodalanadi, dalolat qiladi, ishlatiladi. Lekin bu 2-2dan ko'p ma'noni birla vaqt ifodalamaydi. Laysa fi vaqtin vahid degani birla vaqt ifodalamaydi. Masalan, ayn desak, basira, ma ko'zga ishlatiladi. Hasad kim ishlatiladi? Ko'zdagi deb qo'yamiz-ku. Suning buluq o'qim ishlatildi ham. Lekin mush ishlatish bir vaqtda emas. Ma jumlada kelgan vaqtda mush ayn degan so'z ya ko'z maqsad, ya buloq maqsad, ya hasad maqsad. Ya mushu so'zdan ma'nan iroda qilinadi, ya aman iroda qilinadi. Ammo o'g'ri desak, o'g'ri degan birla vaqtda birdan ko'p o'g'ri, 2 o'g'ri, 3 o'g'ri, 4 o'g'ri, 100 o'g'ri, 1000 o'g'ri, hammasi o'g'ri. Amni bilan mushtakning farqi ma'u. Tamam, bu masala tugadi-ku, o'zimizdan gapga kelaylik. Biz 5-ixtilofning sabablarining 5-sida, ixtilofning sabablarining 5-sida labzdagi am xosliq masalasi dal mufassirlarning o'tiridagi ixtilof qilishining sabablaridan birisi degan tuqqo. Xos degan nima desa, muayyan bir farqni ifodalaydigan so'z. Masalan, 100 desak, 100 deganlar birla muqom. Boshqa narsaga ma'maydi, birla muqom. Va-zaniyatu fa-zani, va-zaniyatu va-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. 100. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة 80 degan labzi. Undan boshqa xos ma'noni ifodalaydigan zayd amri degandek muayyan hukmni ifodalaydigan so'zlar bor. Bularning hammasi xos labz bo'ldi. Buni ma salla u belgilangan muayyan sonini ifodalaydi. Ma hukm bilan shu so'zda ikkinchi bir ma'no o'rtoqlashmaydi, ikkinchi ma'no chiqmaydi. Mana biz xos deymiz. Ya'ni mana shunday vaqtda muayyan doiradagi ma'noni ifodalaydigan so'zlar xos bo'ladi. Umuman cheklimisiz bir doiradagi ma'noni ifodalasa bu am bo'ladi. Masalan, buning amaliy oyatdagi misollaridan birisi mahasninki Allohning tuandagi so'zida ishorat qilingan ruku, sujud, varka'u vasjudu, irka'u vasjudu desa, sajda degan gap hammalarga ayon muayyan bir hay'at bo'lib, ikkinchi narsaga sajda ishlatilmaydi. Ruku degan bu namozdagi muayyan harakat. Buni ikkinchi xil shaklda ishlatilmaydi. Buni ma'no xos deymiz. Bunda so'zningki ikkisiga bo'lgan dalolat degan gap, shu sujuddan sajda degan ma'noning chiqishi, ruku degan ma'noning chiqishi qat'iy degan ikkinchi bir ma'noga, hozir maqsad qilayotgan ma'nodan boshqa ma'noga ehtimoli yo'q. Ammo amning ehtimoli bor. Faqtulul mushrikin desa, mushriklarni o'ltiring desa, balkim bu yerdagi mushriklar degani buddistlardan ko'rsatilgan bo'lishi mumkin bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, deyli. Yoki shu vaqtda musulmonlar bilan sulh to'xtam tuzmaganlar bo'lishi mumkin. Yoki hammani biroqlam o'ziga olishi mumkin. Ammo xos muayyan bir hukmni aniq ifodalaydi. Shu hukm, shu iroda ikkinchi ma'no emas. Endi dal mishal nima taq chiqadi desanglar, arab tilida amning qo'llanilishi mana 3 xil qo'llaniladi. Birisi amdan am iroda qilinadi. Al-am yuradu bihil umum. Amdan am iroda qilinadi. Yana birisi al-am yuradu bihil xusus. O'zi am hech qanday dalil bo'lmasa ham xos iroda qilingan ahvollar bor. Masalan, bizning o'zimizning turmush so'zlarida ishlatib qo'yamiz-ku buni. Masalan, oiladagilar er yoki ayol o'zining qarashlarini ifodalash uchun bizning odamlar deb qo'ygan bir gaplarimiz bor. Bizning odamlar bunday qilib ekan deb qo'yamiz. Bizning uydagilar bunday qilib ekan deb qo'yamiz. Uydagilar deb jib, uydagilar yo'q uyda. Birisi bor. Iborat am, ammo iroda qilayotgan ma'no bir. Bizning ota-onalarimiz biz uchun jafo tortdi desa, bizning ota-onamizning aran, dadamizning birisi bor, onamizning birisi bor. Ko'p emas. Ko'pdan birisi iroda qildi. Hatto deb qo'ymizki, mani kim qildi desa, biz qildik deb, men qilgan yolg'iz ishni biz deb qo'yamiz. Bu yerda am xos iroda. Qur'oni Karimda bunday iborat ajaqki, vaja'alna inna degan iboratlar bilan Alloh o'ziga ko'plik shaklda ishlatdi. Buni ulamolar ta'zim uchun degandek tavjihlarni bayon qilgan bo'lsa-mu, lekin o'rin jihatda o'zi am nima iroda qilinadi, xusus iroda qilingan. Amdan keyin 3-turi, amning birinchi turi amdan am iroda qilingan am. Am yuradu bihil umum.
İkinci türü amdın hasıradı kılıngan am. Am muradu bihil husus. Üçüncü türü am el mahsus degeni özü am. Amdın am irade. Amma bir delil kelip amni haslaydı. İkincisi de amga delil ketmege asasda amdın hasıradı. Amma üçüncüsü de am asli am. Lekin delilden birisi kelip onu haslaydı. Am mahsus da koymuş. Üç xil am boğaçqa. Ulamoning uch xil amni muayyanlashtirib belgilash masalasi chiqqan ixtiloflarda tafsirdan chiqish ixtilofotiga sabab bo'ladi. Shunda o'tib vaqat yusta'mal al-lafzul am. Am lafzi ba'zi vaqtda xosning o'rinda ishlatiladi, holning taqozosi bo'yicha. Bu am yuradu bihil xusus. Masalan, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Bu vakalik Uhud jangida musulmonlar ancha-muncha talafotga uchrab, mushriklar g'alaba qilganga hisob bo'lib, mushriklar qaytdi. Alloh shu vaqtda mu'minlarni hammasini mushriklarning keyindan qo'g'lashga buyurdi. Mu'minlar qo'g'ladi. Buning balkim siyosat jihatdan ma'lum darajada hikmati va qo'g'lashning uchun Şunun bilan Rasulullahning keyindan qo'llab kelganini anglagan Abu Sufyan, ya'ni mushriklarning shu vaqtdagi boshliq bo'lgan Abu Sufyan, yo'ldan o'tgan karvonlarning birisi, buning ismi Nuaym ibn Mas'ud deb qo'yamiz, karvonlarning birisiga ozroq pul berib, sen Muhammadga, musulmonlarga deb qo'y, odamni sizlarga tayyorlik qilib hujum qilishga urinib o'tibdi deb qo'y, dish orqali musulmonlarning o'zlarining keyindan qo'g'lashining oldini olmoqchi. Mushu oyatni tasvirlab, mushu voqelikni ma'ayat Ellezine müminler murat ellezindin. Bu yerde bizden azı misal yok. Kâle lehumun nas. Kişiler ulağı mındak deydi adamlar. Ellezindin mümin murat. Ennas'tı murat. Helak-ı havane etkiyen karvanda mangan helak adam murat. Yani Nuaym Mes'ud. Bir adamni Allah nimde ifadında ennas. Xudu bizden ictimai paranlarımızı öz ara. Birisi bizge sel eğri tegip yakmaydı karşına kıp kalsa başkalarına şikayet kılıp bazı demler hacab bundaşını kıp paradı deymiz. Bazı adamlar degandagi ko'plik iboradan biz ko'zlayotgan bir adam maqsad. Shuni o'xshaganlar gap. Ya'ni kishilar mandaq degan odamlar mu'minlar deb bo'lib, nim degan desa, odamlar, halaqa mushriklar Abu Sufyan qatorliqlar sizlarga to'planib tayyoribdi, ularni qo'rqinglar desa, ma mu'minlarning iymoni texmi. Bu gap ularning iymonini texmi ziyoda qildi. Va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil deb shu vaqalikni tasvirlagan ahvol. Nishada An-nas degan ibora am, lekin buningdan tabiiyan xusus iroda dalil yo'q boshqa. Bu chunki tilning uslubi. Ya'ni birinchi nas am bo'lib, buningdan xos murod o'sim Nuaym Mas'ud. Ikkinchi nas am, lekin buningdanmi butun kishilar maqsad emas, Abu Sufyan bilan Abu Sufyanning atrofidagi kishilar shu. Demak, bunday ahvollar bor. Demak, xulosalasak, amliq, xosliq mufassirlarning o'tiridagi ixtilof qilishning sabablaridan birisi. Masalan, ular bir lafzning amliqi xosliq haqida ixtilof qilishgan. Xuddi ularningki wala tankihul mushrikat hatta yu'minna degan mushrikatning umumligi xususida ixtilof qilganga o'xshash. Ba'zi mufassirlar mushrikat am, butun mushriklarning hammini o'z ichiga oladi. Unda Yahud Nasaralarmi nikohga olmaydiganlarning tahtiga daxil. Unda uni nikohlashdi desa, boshqa dalillar xoslanadi deydi ba'zilar. Ba'zilar deydiki, mushrikatlardan maqsad am mushrikatlar emas. Yahud Nasaralardan boshqa ahli kitobdan boshqa mushriklar maqsad, ya'ni Yahud Nasaralar tabiiy bunun şeyga kirmaydi. Andoğanlıkın ikinci delil, ahli kitobdan bo'lgan pokiz ayollarni osonli bo'ldi degan delil faqat ta'kidlama dalil deb mana tushunadi. Shunga turda o'tdi dilinde mushrikatning lafzi am bo'lib, vataniyat kitobiyatlarni o'ziga oladi. Mandaq deganlar kitobiyatlarni to'y qilishning ruxsatiga yana bir dalilga ehtiyoj qiladi. Halaqa ahli kitobdan bo'lgan mu'min ayollarni muhsin ayollarni to'y qilsanglar bo'ladi. Val muhsanat minallazina utul kitob degan oyatni dalil orqali xoslaydi. Va qiyil degani, yine ba'zilar dediki, yo'q, bu oyat o'zi am bo'lgan bilan ma'nosi xos, vasaniyatlarga xos deydi. Anda o'g'anda bular miyadin kitobiyatni chiqarishga dalilga muhtoj emas. Val muhsanat minallazina utul kitob degan oyat vaqtida ta'kid qiladi. Birinchi fikrga asosan val muhsanat minallazina utul kitob degan oyatni xoslik uchun chunki am irada qilindi. Ikkinchi fikrdagilarning nazarida g'ayri muxassis chunki oyat xos o'g'achqa kitobiyatni o'z ichiga olmaydi. Mana bu am xosliqdagi farqlarning bo'lishi mufassirlarning o'tiridagi farqlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan nechinchi omil? 5-chi omil. 6-chi omil, ya'ni mufassirlarning ixtilof qilishining 6-chi sababidan birisi haqiqat va nimo majaz. Bu masala muhammadlarga oydin arab tili va undan boshqa tillarmi shu.
so'zlarni asli ma'noda ishlatish, asli belgilangan tayinlangan ma'noda yoki kinki ma'lum e'tiborlar bilan kinki ko'chma ma'noda ishlatish nuqtasidan tilda haqiqat iboralar va so'zlar va majaz so'zlar va o'zining asli ma'nosida ishlatiladigan so'zlar va ko'chma ma'noda ishlatiladigan so'zlar va dal oyatlarning mazmunlarini bekitishda, belgilashda ba'zi mazmunlarni haqiqiy ma'no, so'zning asli ma'nosi deb tushunsa, ba'zi yo'q, bu yerda so'zning ko'chma ma'nosini ishlatamiz deb ko'chma ma'no bilan iborat ma'noldagi ahvollar bor. Bu dal mufassirlarningki ixtilof qilishining omillaridan, sabablaridan birisi. Ya'ni haqiqat degan nima desa, o'zi tayinlangan ma'noda ishlatilgan so'zligini asli tayinlanishda qanday ma'noda tayinlangan bo'lsa, lug'atdan qaysi xil ma'no chiqqan bo'lsa, qo'llanilgan oyat hadisdami shu xil ma'nolar ishlatilgan bo'lsa, haqiqat bo'ladi. Majaz deganimiz nima desa, o'zi tayinlangan ma'noning g'ayriga nomuvofiq shaklda emas, alavajhin degani shunda shakldagi, shunda yo'ldagi to'g'ri bo'ladigan degani muvofiq shaklda asli ma'noni iroda qilmaslikda dalolat qiladigan qarinlar bilan ishlatilgan so'z majaz bo'ladi. Bu haqda biz balog'atda tafsiliy so'zladik. Masalan, balog'at huquqliq. Bu sizlarga nisbatan qiyin emas. Ya'ni ulamoning o'tiridagi ixtilof majazning bo'lish bo'lmasligida, fi huququl majaz degani oyatlarda majaz bor, yo'q deganda ixtilof bor. Albatta biz majaz bor deganlarning qatoridan bir bilik ulamolar majazni bor dedi. Qalat fi huquqihi degani majaz bo'ladi o oyatlarda dedi. Ve taife ve yeni bir bölükleri yok dedi mesela. Bunu inkar kıldı. Enkarat hudugunu inkar kıldı. Mesela bunun misali ulemalarının ki ve ennehu huve edhake ve ebka degen ayetini bula hakiki mana Allah zeminni küldürdü, zeminni kana kıldı, yığlattı. Değil zemin müminlerini küldürdü, müminlerini yığlattı. Dese bu hakikat. Hakikat degeni ameli küldürüş, ameli yığıltış. Bu qanday yığıltış dese Hasan Kelbi qatorliqlar mush oyatning tafsirisida Allah cennet ehlini cennette ameli küldürdü. Dözak ehlini dözakta ameli yığıldıdı. Sahr ibn Abdullah deydi, itaat qiluvchilarni rahmat bilan küldürdü, asili qiluvchilarni g'azab bilan yig'ildi deymiz. Mana ma'vo va au ta'vil. Ma ta'vil degani ikki xil yuqori ikki tafsir. Ikkalasi kulish va yig'lashning haqiqiy ma'nosi. Yig'latish, kuldirish degan ma'no. Ammo daha tafsir qilib da'vatdi. Kuldadi yig'latdi degani zaminni o'simliklar bilan kuldirdi. Deb qo'ymagan bizning so'zimizdan bu aytiyaz qilib daraxtlar yashirib yap-yashil purkunib atrof, gul chechaklar ichilib ketsa, uyyu atrof bir kulibdi. Jahon bir kulibdi deymiz-ku, bu bir kinoya gap. Manoqtadan o'simliklar bilan kuldadi. Osmondan shunday yog'sa, bugun ajab yig'ildi deb qo'ymiz-ku. Osmonni yomg'ir bilan yig'latdi deb manda tafsir qilganlar bor, ma'vo majaz shakldagi tafsir. Mushunchalik farq chiqadi mush tufaylidan. Bu bir misal. Ve minhu aydan, yani mush ixtilofning misollarining qatoridan birisi, haliqi bir sahobaninki yipni xato tushunib qolgan ahvoli. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad desa, Ramazonninki zuhurliqni qachongacha yeymiz desa, aqib qaribdan aydin o'g'chi desa, bu gapni haqiqiy tushunib qilib, aqibdan birini, qaribdan birini oldiga akab qo'yib, qarab o'tirib tomoq yeydigan gapda ta kuziga aqib bilan qarib farqlanganga qadar tomoq yeb olgan gap. Ma'vo al-khaytul abyad wal khaytul aswadni haqiqiy ma'nosini tushunib oldi. Ammo uning Rasululloh keyin, ya'ni shu vaqtda bu sahoba o'zining beshida ikki og'amchini qo'yib qo'ydi, birisi oq, birisi qora. Hattoki oxirida uning Rasululloh bu ikkisining maqsad kunduzning aqi, kechining nimasi qorong'usi deb majoziy ma'noni tushuntirib qo'ydi masalan. Ya'ni shu haqiqat majozlik sababidan tafsirda ixtilof qilgan ixtiloflarning misollarining birisi Sahihul Buxoriyda Abi Lahabning ayolini sifatlash haqida kelgan Hammalatul Hatab degan oyatni tafsir qilib kelgan bir hadisning birisi bor. Hammalatul Hatab degani o'zining lug'at ma'nosini surishtirib qilsak, hamaladan chiqqan o'tinni ko'tarib olgan degan ma'noda. Bu hamda haqiqat shunday sho'b qolsa, shu o'tin ko'tarib olgan degan ma'noda bo'ladi. Bunun asosan Rasululloh da'vat uchun mangan vaqtda yoki boshqa vaqtlarda Rasulullohning uyining oldi keyinlarga tikanlarni, shaxshumbularni tashlab qo'yish orqali Rasulullohning yo'lini to'saloq qilmoqchi deb tushunsak, bu haqiqat ma'nosi bo'ladi. Ammo unda tushunmay, bizning ijtimoiy paranglarimizdagi, bizning so'z uslublarimizdagi ikkidamning o'tirig'a suxanchilik qilib gap termoqchi bo'lsa, o't quyruqlik qildi. Ikkidamning o'tirig'a o't yoqdi, uni qizdi, buni qizdi, jangi jidalga soldi deb ishlatamiz-ku bizma. O't quyruqlik deb. Ma arablardami o't yoqdi degan ifodalash uchun shu hatab o'tun ko'tarib olgan, o'tun olib
o'tin apirib, o'tni yaqib, ikkilamni qizitib birisi-birisiga nisbatan jangidal qildigan o'qim bilan suxanchi degan ma'noga majaz bo'ladi. Mujohidning tuvandagi so'zi rivoyat qilindi. Hammalatul hatab degani suxanchilik bilan mang'du deydi. Mana tafsir qilibdi ha ma'noda. Said ibn Jubayr bu xatolik, gunohliklarni ko'tarib mang'du. Demak, cho'g'ini xatolik, gunohlar odamni davzahga opiradigan ishlar xuddi o'tunga o'xshash deb ma'noqdan tafsir qildi. Ikkili ma'no, yuqoriga meni suxanch deb tafsir qilsin, gunoh yoki xato deb tafsir qilsin, hatabni majaz bo'ladi vaqtida. Majaz. Ammo ba'zi mufassirlar haqiqiy ma'nosi bilan tafsir qilib o'tin ko'tarishningki, nima u desa, davzahda o'zini o'tinni o'zi ko'taradi deb bunda haqiqiy shaklda deyildi. Ba'zilar yo'q, bu tikan, shaxshumbularni, shax va tikanlarni ko'tarib kechisi yo'lda Rasulullohning yo'liga tashlaydi deb manda tafsir qildi. Bu xil tafsirlarni Ibn Zayd, Bahak, Rabi ibn Anas, Murad al-Hamdani qatorliqlar ma'qul. Demak, mufassirlar bir-biriga haqiqiy ma'nodan tafsir qilsa, bir-biriga qanday ma'nodan tafsir qildi, majoziy ma'nodan tafsir qildi. Bularning hammasi nimaning natijasi desa, o'sha oyatdagi hammalatul hatabdagi so'zningki haqiqiy ma'noda keldimi, asli ma'noda keldimi yoki ko'chma ma'noda keldimi, mushuninki natijasi. Demak, bu mufassirlarningki ixtilof qilishining nechinchi sababi, 6-chi sababi. 7-chi sababi mufassirlarning ixtilof qilishining sabablaridan birisi oyatlardagi idmor va izhor. Oldingi kun muncha keltirdik-ku bu misollardan. Buning bayoni bunday. Maqsad ba'zida oshkor bo'ladi, la lubsafi vaqtda hech qanday ilishish chiqmaydi. Hamma odam maqsadni davomli udlam tushunadi, masal chiqmaydi. Va ixtilof yo'q. Walamma jaa Musa limiqatna wa kallamahu rabbuhu ham iboratlarni aytib o'choq. Jaa degan fe'l Musa fa'ilisi, anda Musa keldi degan bo'ladi. Kallamahu rabbuhu degan mansub zimir maf'ulun bihi bo'ladi. Rabbuhuning fa'il nayt iniqcho. Hammadan to'g'ri oladi. Chunki ja'aning fa'ilisi iniq, ilishqi yo'q. Taklimning fa'ilisi iniq. Masala oydin. Ammo mufassirlar ba'zi vaqtlarda ba'zi zimirlarning qaytadigan manbasi haqida ixtiloflashib qoladi. Qanday chaqda desa, fa'ilning o'zi zimir bo'lib qolsa, qaysi kelma keldi bu misolni. Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna. Ba'zi mufassirlar buni Jibril desa, alayhissalom va Aisha radhiyallohu anha, Ibn Mas'ud, Abu Dhar, Abu Hurayra qatorliq sahobalar qilgan tafsir. Ba'zi mufassirlar yo'q, Jibril emas, Alloh bu. Alloh Muhammad alayhisalom yaqinlashdi deydi. Bu Ibn Abbas, Anas, Malik qatorliqlarning so'zi. Masalan, sahobalardagi mufassirlarmi ikki xil nimaga tushgan, ixtilofga tushgan masalan shu masalada. Mushta masalalar dal ixtilofning omil sabablaridan birisi. 8-chi masala, 8-chi sabab mufassirlarning ixtilof qilishining sabablaridan birisi oyatlardagi nasxlik va ihkomlik. Hammanglar bilasizlar, islom shunda bir jahiliyat davrida tushganki, kishilar o'zlaridagi nachar odatlarni biroqla tashlash yoki biroqla ularga ba'zi bir og'ir taklifotlarni tushishni ko'tarolmaydigan darajada jahiliyatda. Alloh mujnunga o'xshagan va bundan boshqa hikmatlar tufaylidan nurg'un ahkomlarni dastlabda yo'lga qo'yib, keyin amaldan qoldiradigan. Bir qism oyatlarni dastlabda tushirib, keyin amaldan qoldiradigan. Bunday ahvollar bor. Buni biz nasxi muhkam deymiz. Ammo bir qism oyatlarda mansxmi yoki muhkammi deganda ixtilof yuz beradi. Mansx deganlar shu bo'yicha ma'no ilib hukm chiqaradi. Muhkam deganlar shu bo'yicha ma'no ilib hukm chiqaradi. Dal mushyadan mansx deganlar bilan bir oyatni, shu oyatni muhkam deganlarning o'tirida shu oyatni oladigan tafsir haqida ixtilof chiqadi. Bu bir omillarning birisi. Masalan, mansx degan gapdagi ixtilofning misollaridan birisi وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ degan oyatni bir bilib o'limali mansux emas. Nega qarasanglar bo'ladi degan gap safardagi nafl namozga qaratilgan desa, bir bilik olimlar yo'q. Bu mansux. Ilgari na qarasa bo'ldi deb Rasululloh na qaragan, Baytul Maqdisga qaragan. Keyin favallu wujuhakum shatral masjidil harom degan oyat bilan ma oyat amaldan qolgan. Aqalli bir misol. İki xil munosabat bilan ikki xil hukm, ikki xil tafsir chiqadi. Masalan, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu din ma oyatning muhkamligiga dalolat qiladigan mazmunlar rivoyat qilingan. Bu oyatning maqsad, bu oyat qibla shubili ko'p qolgan vaqtda, qiblani topolmagan vaqtda, xolos, ne qarab o'qsang bo'ladi degan gap deydi.
İbn Ömer radhiyallohu anhu'danmi bu oyatning muhkamligiga dalolat qilgan mazmunlar rivoyat qilinganki, buningdagi maqsad, oyatdagi maqsad nafl namozdir. Ikkala fikrida, Ma'li Jabirning Ibn Ömerning fikrida oyat muhkam, nima emas, mansux emas. Bu ham Sayyid Musayyib, Atta, Shu'bi va Naxai qatorliq bir bo'lak mufassirlarning, demak sahoba va tabiindan tarif topgan bir bo'lak mufassirlar buni muhkam oyat deb qaraydi. Endi Ibn Abbosdan oyat mansux deb rivoyat qilingan. Masalan, Atta Ibn Abbos rivoyat qilib deydi, Qur'ondan mening fima zukira lana degani bizga tilga ilingan, so'zlangan, biz biladigan ma'lumotdiki, tunji mansux bo'lgan oyat vallohu alam qolganini qibla masalasi. Avval Allah velillahil meşrik vel maghrib fe aynama tuvallu fetemme vechullah dedi. Şunu olan Resulullah Beytul Maqdis'ga qarab 16 ay, 17 ay etrafida namaz okudu. Beytul Atiq yani Kabe'ni tashladı. Ondan keyin Allah Resulullah'ni Beytul Atiqqa qaratdiki, o'rdiki dedi. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Deb kelib bir bilik kishilar sizni ayiblaydi, Beytul Muqaddasni mushkiza o'rdi deb sen qarava favalli wajhak shatral masjidil haram va haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah deb Beytul Maqdisga qarashni amaldan qoldirib, cho'qim namoz ibodatlarda Kabe'ga qarashni vojib qildi. Buni ma'vo keyingi oyat ilgirgi oyatni mansux qilgan. Oldidagi biz bayat o'qigan valillahil mashriq val mag'rib fa aynama tuvallu fatam wajhullah degan oyat mansux deydi Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Yani ayetni mansux qilib Beytul Atiqqa qaratilib dediki favalli wajhaka shatral masjidil haram va haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrahan. Ma'o keltirgan yuqoridagi misollar mufassirlarningki tafsirida ixtilof qilib qilishning sabablaridan bir sabab bo'lgan. Ya'ni nasx va ihkomlik haqida keltirgan misol. Ma'o 8-sabab. Endi 9-sabab mufassirlarning oyatning tafsirida ixtilof qilib qilishning sabablaridan birisi Rasulullohdan kelgan rivoyatga ixtilof. Biz darsning 5-da o'tganimizdek Payg'ambar alayhisolamningki oyatni tafsir qilish majburiyati va huquqi bor. Shuningdek Rasululloh ham amaliy tafsir qilgan nurg'un oyatning tafsiriga munosabatlik nimalar bor, hadislar bor. Endi shu hadislar ba'zi mufassirlarga yetgan, ba'zi mufassirlarga yetmagan. Mushu munosabat bilan yetgan mufassirlar oyat hadisning mazmuniga yarasha tafsir qilsa, yetmagan mufassirlar o'zidagi diroyat, oyatga bo'lgan tushunch, ma'lumotga qarab tafsir qiladi. Bu ahvollar bor. Masalan, ularning biriga Rasulullohning hadisi yetishi mumkin. Va yana biriga yetmasligi mumkin. Shuning bilan har mufassirning tafsiri yana biridan ixtiloflashadi, o'xshamaydi. Masalan, buning misoli vallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra degan oyat umumiyuzlik holatda eri vafot etib, ayollari qilib qolgan bo'lsa, ayollar qaytadan to'y qilish uchun 3 oy saqlaydi dedi. Bu umumiyuzlik am shakldagi bir oyat. Ondan keyin keyingi bir oyat keldi. Va ulatul ahmal ajaluhun yadana hamlahuna. Hamildor ayollar hamilisini tuqqanga qadar saqlaydi dedi. Shikoyat oldi-da. Mush shikoyat kelib qolgandan keyin avmo 4 oy 10 kun dedi. Ma'mo hamilisini tuqqanga qadar dedi. Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalar ikki oyatga tayyordi. Ikki oyatga amal qilish uchun bir ayolda ikkita sifat topilsa, ya'ni ayolning eri o'lib qolsa va homildor bo'lib qolsa, ayolda ikki sifat topildi, eri qazo qildi. Bu bir sifat, 4 oy 10 kun bo'lmaydi. Homildor ham. Bu ayolning qusqudi bor. Bu bo'yicha olgan vaqtda qusqidikini tug'ish kerak. Ikki oyatga teng amal qilish uchun nima dedi desa, homildor, ya'ni yo'ldoshi vafot topgan ayol ikki vaqtning yiroqroq bilan iddat tutadi. Masalan, bir ayol qusqiga 3 oylik qo'ygan vaqtda vafot topgan bo'lsa, qusqidagini tuqqan vaqtida, hamilisini tuqqan vaqtida iddat tugaydi. Bunda olganda ikkilisiga amal qilgan bo'ladi. 4 oy 10 kunga amal qilgan bo'ladi. Tug'ish deganga amal qilgan bo'ladi. Agar bir ayol 9 oylik qo'yganda vafot etibdi, bo'lsa 4 oy 10 kunga amal qiladi. Bu vaqtda tug'sin deganga amal qilgan bo'ladi, 4 oy 10 kunga amal qilgan bo'ladi deb ikki oyatni moslashtirib, mandagi tushuncha oldi. Afsus, tushunchani elishda ikki oyatning mazmunlab bo'lgan bo'lsa, intayin to'g'ri tushuncha bo'libdi. Lekin Rasulullohninki boshqacha izohlagan bir tarafi bor. Hadisi bor. Hadis Ali radhiyallohu anhu bilan Ibn Abbos radhiyallohu anhuga yetmagan. Bu hadis kimga yetgan desa,
İbn Mesud radhiyallohu anhu yetgan. Deyatdiki Ibn Mesud radhiyallohu anhu deydi, kim xolisman qasam qilib berayman Alloh bilan, ma oyat kichik sura Nisoda tushgan degani cho'ng sura Nisodan keyin tushgan demakchi. Anda o'ganda Arba'at ashhuru va ashhur degan oyat sura Nisoda, ana sura cho'ng sura Nisoda hisobda. Biz Qur'ondagi o'qiyotgan sura Niso cho'ng sura Niso shu. Kichik sura Niso degani sura Taloq demakchi. Keyin tushgan bo'lgandan keyin ma oyatni juz'iy nasx qiladi. Juz'iy nasx degan nima desa, eri vafot topgan ayollarning 4 oy 10 kun, buning ichidan homildarlarni amaldan qoldirib, homildarlarga boshqa hukmni berib chiqarib oladi demak. Juz'iy nasx degani. Mana deb bo'lib, andan keyin deydi, mushu asosan homildar qo'squdagini tug'silam iddati tugaydi. Homildarning iddati qo'squdagi balani tug'ish. 9 oy 10 kun 9 oy bo'lgan vaqtda vafot topdi, 10 kundan keyin tug'di, 40 kun nafasini tugatdi, tamom agtaksi bo'lib deydi. Ana Ibn Mas'udga dalil bo'ladigan Subay'atul Aslamining hadisi. Subay'atul Aslamidan yo'ldoshi Hajjatul Vido'da vafot bo'lgan. Shu vaqtda Subay'a homildirdi. Uzun o'tmayla bu o'zining homilasini yo'ldoshining vafotidan keyin tug'di. Falamma ta'allat min nifasiya. Nifasini saqaygan vaqtda xirdala shun yasandı degani o'yga xirda kelsa qabul qildi masalan. Qabul qildi. Shundan buningga Abu Sanabil degan, Abu Sanabil ibn Ba'labak degan kishi kelib, Mali araka mutajammala degani, sen ajab xirda kelsa xirdaga mutajammila yasanatsan-go. Ya'ni xirdalarni qabul qilyapsan-go masalan. Sen alay deb elcho'p kelsa ma'qul deyapsan-go. Balkim sen to'y qilishni umid qilayotgansan, la'allaka tarjinan nikah. İnneke vallahi Allah bilan qasamki sen to'y qilmaysan, sana 10 kun o'tgan qadar. So'ng Subay'a men shu gap degan vaqtda men kiyimimni kiyib, jamoatu alayhi thiyabi degani kechog'a vaqtida kiyimimni kiyib Rasulullohning qashqa kelib, Rasulullohning bu vaqtda so'dim. Rasululloh menga shunda fatvo berdiki, men homilamni tuqqan vaqtimdan qad halaltu, qanday bo'ldim, halol bo'ldim degani iddatdan chiqib bo'ldim. Deb Rasululloh meni agar menga chiqib qolsa to'y qilishga buyurgan. Demak, ma hadis iniqla keyingi oyatning ilgirgi oyatni juz'iy mansix qilganligining dalili homildor ayolning homilasini tuqqan hamon qanday bo'lib kelsin iddati tugaydi. Shuni Ali radhiyallohu anhu Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma ikkisiga Subay'atul Aslamining hadisi yetgandan keyin fikridan yongan. Muslim o'zining sahih kitobida, Sahih Muslimda rivoyat qilib, Abu Salamat ibn Abdurrahman ibn Abbas Abi Hurayraning qashda bir yerda jo'g'lashib qoldi. Bu ikkisi yo'ldoshi vafot etib, necha kundan keyin nafasdan chiqqan, nafasdan saqaygan yoki tuqqan, tanaffus degan gap halaqa bo'shangan degan ma'noda emasmi? Bo'shangan ayol haqida paranglashib qilib Ibn Abbas dedi, iddati ikki ajaldan, ikki vaqtdan keyin yiroqroq dedi. Abu Salama dedi, "Ya buning iddati tugab bo'ldi. Qad halla degan iddatdan chiqib ketib bo'ldi" dedi. Bu ish ko'ran bu haqda datalash qilib boshlagan vaqtda Abu Hurayra deydi, "Men qaynishimning o'g'li bilan shuning fikriga qo'shilmaydigini, Abu Salamaning fikriga qo'shilmaydi" deb kelib Kurayibni Ibn Abbasning mavlasini Sələmənin qashiga Sələmədən musha haqda so'rab avatdi. Ma Kurayib qaytib kelib bularga shunday xabar yetkazdi-ki, Sələmə mundaq deydi. Subay'atul Aslami yo'ldosh vafot etib, necha kundan keyin bo'shangan. Va ashuni Rasulullohga degan vaqtida Rasululloh uni to'y qilishga buyurgan deb ma hadis yetgandan keyin Ibn Abbas Ali radhiyallohu anhu o'zining fikridan yongan. Demak, tilkum yuqorida biz bayon qilganlar. 9 sabab mufassirlarninki tafsirda ixtilof qilishningki muhim sabablaridan birisi va bundan boshqa sabablar bor, lekin yakfina minha ma zakarna vallohu alamki biz maktabimizning hajmi o'quvchilarimizning saviyasi munosabati bilan yuqori so'zlaganlarimiz mufassirlarning ixtilofati haqidagi ixtilofotning sabablari haqida yetarli bo'ladi. Bugungi darsimiz mishada to'xtaydi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.